Hammaga assalomu alaykum. Mana sizlar bilan hozir karatega oid yarim soatlik mashg'ulotni o'tkazamiz. Karatega oid mashg'ulotlar, ya'ni texnikalardan oldin tanani yaxshilab, mana shu siz ko'rib turgan mashqlar bilan qizdiramiz tanani yaxshilab. Xohlasak 10 daqiqa ko'chada yugurib kelamiz. Xohlasak turgan joyda mashq qiladigan yerda zakkarda sakragandek sakraymiz. Barcha oyoq, qo'l paylarini cho'zish uchun mana shu mashqlardan foydalanamiz. Hozirgi mashq yarim soatlik mashq bo'ldi. Ko'p yeri ataylab tezlashtirildi. Hammani qiziqtirgan bitta savol bor. Ko'pchilik buni biladi, lekin bilmaydigan ukaxonlar ham bo'ladi. Shu sportga qiziqqan, yangi boshlamoqchi bo'lgan ukaxonlarga maslahat: 1 soatdan tutib 2 soatlik mashq qilishdan oldin kamida 1,5 soat oldin ovqatlanib olish kerak yoki nimadir tanovul qilish kerak. Tanovul ovqatdan keyin 1,5 soat yo 2 soatdan keyin shug'ullanishni boshlash kerak. Agar yengil taom bo'lsa 1 soatdan keyin ham mashq qilishni boshlasa bo'ladi. Shu narsaga albatta ahamiyat berish kerak. Mashg'ulotlardan keyin ham darrov ovqatlanishga yoki sovuq suv ichishga harakat qilmaslik kerak. Tana o'zini qayta tiklashi uchun kun ora mashq qilishni maslahat beraman. Yarim soatlik mashq bo'ladimi? 1 soat, 2 soatlik mashq bo'ladimi? Lekin har kuni ertalab yugurish hech bir nimaga taalluqli emas. Har kuni turib 5, 10, 15 daqiqagacha yugursa bo'ladi ochiq havoda. Siz ko'rib turgan bu mashq faqatgina oyoqni tepaga ko'tarish, oldiga, yonboshga, orqaga qarab ko'tarish. Har biri 15 tadan 20 tagacha qilinadi har biri. Shu narsaga ham ahamiyat berish kerak. Bu lekin zarba emas. Zarbalar alohida bo'ladi. Bu faqatgina oyoqni cho'zilishiga yordam beradigan ko'tarish mashq. Har bir mashqdan yo silovoy упражнение bo'ladimi, qanday mashq bo'lishidan qat'iy nazar 5 daqiqadan yoki bir mashqni qilib bo'lgandan keyin nafas olib chiqarish kerak bo'ladi. Bu nafas olib chiqarish 3 marta qilinadi har bir mashqdan keyin. Nafasni chuqur olib, chiqarib tashlash. 3 gacha sanab nafas olib, 4, 5 deganda hammasini chiqarib tashlash. Karateda shunday zarba bor, bu asosiy zarba. U zarbadan oldin mushni qanday qilib tutish kerakligi mana sizlarga ko'rsataman. Shu narsani diqqat bilan qayta ko'rish kerak. Zarba berilganda ham qo'lni oxirigacha boksyorlardek chiqarish shart emas. Bu mumkin ham emas karateda. Qo'l ozgina to'g'ri emas, qiyshaygan holatda bo'ladi, ya'ni o'ziga tortib olgan, o'zini kuchini tutib turgan holatda bo'ladi. Ya'ni o'ziga raqib tortib olgan taqdirda ham tortib ololmaydigan, o'ziga kuch qilib tura oladigan darajadagi zarba bu. Ya'ni karatedagi asosiy zarba. Qo'lni oxirigacha o'zidan uzoqlashtirilmaydi. Bu zarbani ham 50 tadan 100 tagacha qilish kerak. Va shunday og'ir mashqdan keyin albatta nafas olib chiqarishni esdan chiqarmaslik kerak. Zenku sudachi yoy stoykasi. Bu stoykani ham diqqat bilan ko'ramiz. Mana shunday turgan holatda bo'ladi, ya'ni yo'lbars stoykasi deb aytiladi ko'pincha. Bu holatda oyoq bilan zarba juda kuchli chiqish uchun va kuchli turish uchun shu stoykadan foydalaniladi. Bu oyoq zarbasi berilishdan oldin oldidagi turgan oyoq ozgina qayrilishi kerak, bo'lmasa zarba oxirigacha chiqmaydi.
har bir sportda silovoy, ya'ni kuch mashqlari qilinadi. Chunki bu sportchiga har taraflama chidamli, muskullari pishgan holatda bo'lishligi yordam beradi. Bu mashqni poldami, biron bir qattiq narsa ustidami, xohlasangiz kirpishni ustidami qilsangiz bo'ladi. Birdaniga ham muskullar chiniqadi, ham qo'lingiz po'latdek mustahkam bo'lishiga yordam beradi. Alloh tomonidan inson terisiga shunday bir xususiyat berilgan, bu ham bir mo'jiza. Nima bilan chiniqtirsangiz o'sha holatga kiradi. Mustahkam narsa bilan chiniqtirsangiz mustahkam holatga kirishni boshlaydi. Barcha sport turlarida o'tirib turish, отжимания, press mashqlari qilinadi. Chunki har qanday sportning asosi kuch, chidamlilik bo'ladi. Bu mashqlar esa insonni kuchli va chidamli bo'lishiga yordam beradi. Eng foydali mashqlardan biri bu o'tirib turish, отжимания, press. Bardavom qilishni hamma ustozlar maslahat beradi. Silovoy упражнениялariga yana tosh ko'tarish kiriladi. Sizda qanaqa tosh bo'lsa, masalan 10 kilogramlik tosh bo'lsa, 20 tadan bajarsangiz bo'ladi har podxodga. Agar 15 kilogramlik tosh bo'lsa, 15 tadan bajarsangiz foydaga muvofiq keladi.